Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uzoq tanaffusdan keyin va nihoyat Fikrlar to'qnashuvi podkastining navbatdagi sonini Xudo xolasa boshlayapmiz. Mag'firatxon Xudoybekova bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Va nihoyat juda uzoq cho'zildi, lekin tanaffusimiz ham. Shunga yarasha bugun qiziqarli mavzuga tayyorgarlik ko'rib kelganmiz. Bugungi mavzumiz sun'iy intellekt haqida bo'ladi. Mag'firatxon, endi siz ham shu dasturga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'qidingiz, o'rgandingiz, nimalarga duch keldingiz va nima sizni hayron qoldirdi? Ochig'ini aytsam, sun'iy intellekt mavzusini izlash jarayonida juda katta bir ma'lumotlar bazasiga duch keldim. Chunki juda qiziq faktlar, juda qiziq hayotiy misollar, statistika, umuman bu tugamas bir manbaga o'xshadi-da. Shuning uchun ham bugun men podkastimizga shunaqa mavzu qo'ygan bo'lardim. Sun'iy intellekt foydalimi yoki xavflimi degan. Kimdir buni foydali deyapti, kimdir buni ziyon deyapti. Keling tarixga yuzlanadigan bo'lsak, misol uchun o'sha Angliyada revolyutsiya bo'lgan, nimani orqasidan? Texnologiya revolyutsiyasi deydi. O'sha adashmasam 1800-yillarda o'sha 18-19-asr arafasida u yerda to'qimachilik sanoati rivojlangan bo'lgan. To'qimachilikda ular ko'proq qo'lda qilgan. Ya'ni texnologiya bo'lmagan. O'sha yig'iruv sexlari, tikuv sexlari bo'lmagan. Juda ko'pchilik o'sha sohada band bo'lgan. Bu sohaga zamonaviy texnologiyani kirib kelish oqibatida juda ko'p odam ishsiz qoladi. Ya'ni ular qo'zg'olon ko'taradi, biz deydi texnologiya kirib keldi, biz ishsiz qoldik degan savol qo'yiladi. O'sha paytda texnologiyaga nisbatan odamzodda boyagi salbiy tushuncha o'sha paytda ham bo'lgan. To'g'ri. Ya'ni aksariyat hollarda o'sha hozir sun'iy intellekt deyapti, o'sha paytda zamonaviy texnologiya deymiz, odamlarning ishsiz qolishiga sabab bo'lgan. Ayni paytda odamlarni o'ylantirayotgan bitta katta masala bor, so'roq ostidagi, ya'niki sun'iy intellekt odamlarni ishsiz qilib qo'ymaydimi yoki ishini tortib olmaydimi? Shu o'rinda bir mutaxassislar tomonidan keskin javob berildi. Sun'iy intellektni o'zi tortib olmaydi odamlarning ishini, balki undan foydalanuvchilar odamlardan ishini tortib oladi. Bu degani sun'iy intellektni yaxshi o'rganib olish kerak degani ekan. Chunki o'sha siz aytmoqchi, o'sha zamonlar avvalda bo'lgan holat hozirda ham aynan takrorlanyapti. Ya'niki o'sha soatlab qilingan yoki bir yillar davomida qilingan mehnat daqiqalar ichida tayyor mahsulot sifatida egasiga, buyurtmachisiga yetkazib berilyapti. Ortiqcha mablag' tejab qolinyapti, ortiqcha vaqt tejab qolinyapti. Buni ustiga o'sha buyurtmachi qanday talabni qo'ygan bo'lsa, sun'iy intellekt o'sha talab asosida, balki undan ham oshiqroq qilib bunga mahsulotni bajarib beryapti. Ayniqsa bu o'sha bugun har bir sohaga kirib borganda ham bilish mumkinki, sun'iy intellekt bugun insonlarga foyda keltiradi. Qachonki undan foydalansa, to'g'ri foydalanilsa, undan g'araz maqsadda foydalanish ham mumkin ekan. Afsuski, buni o'sha amaliyotlarda kelib chiqqan. Men sizga bitta misolni aytaman. Bu juda dunyoda shov-shuvli holatga sabab bo'ldi. Ya'niki bir ayol qizini o'sha kasalligini bo'yicha aniq bir tashxisga erisha olmagach, analiz javoblarini, qizdagi yuz berayotgan holatlar, kasallik belgilarini sun'iy intellektga yuborganda, sun'iy intellekt o'sha professional shifokorlar qo'yib bera olmagan tashxisni qisqa vaqtda onaga qo'yib berdi va ona o'zi istagan natijaga erisha oldi. Sizda ham bor bunday keys, to'g'rimi? Yaxshi masalani ko'tardingiz. Mana aynan sog'liqni saqlash masalasida. Dubayda o'sha kecha Daryo.uz nashri e'lon qilindi. Dubayda sun'iy intellekt o'sha shifokor, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan shifoxona tashkil qilindi. Ular hozircha yengilroq kasalliklarga tashxis qo'yadi va ularga o'sha nima deymiz? Lecheniya deymiz, nima deymiz? O'sha lecheniya yozib beradi. Muolaja yozib beradi. Ya'ni misol uchun gripp, shunaqa tomoq angina bu ish ketsa, shunaqa shamollash, shunaqa yengil kasalliklarga hozircha ko'rib beradigan sun'iy intellekt, to'liq sun'iy intellekt bilan o'sha sun'iy intellekt texnologiyasi qo'llanilgan shifoxonalar ochildi. Rasman bu endi yangilik emas. Shunday. Endi bu narsani siz to'g'ri aytdingiz. Men o'zimda ham sinab ko'rdim. Misol uchun bir farzandim kasal bo'lganda o'sha analiz javoblarini oldimda sun'iy intellektga tashladim va u qo'ygan tashxisni, u yozib bergan dorilarni oldimda, keyin shifokorga bordim. Ikkalasi bir xil
muolaja yozyapti. Shundan bildimki, ya'ni buni sun'iy intellektni yaxshi tomonlari ham ko'p. To'g'ri. Misol uchun biz o'ylab ko'rishimiz kerak-da. Misol uchun u yerda sizga bitta vrach tashxis qo'yadi, lekin sun'iy intellekt nima qiladi? Millionlagan vrachlarni yozgan maqolalari, ularni e'lon qilgan ilmiy ishlarini o'rganadi. Shuni olib turib sizga tashxis qo'yadi. Ya'ni uni tashxisi aniqroq bo'lishi mumkin. Lekin bu degani 100% sun'iy intellektga intilish kerak degani emas. Keling bir hozir qiziqroq bo'lishi uchun mavzumiz siz sun'iy intellekt tarafini olib turib misollar keltiring. Men unga qarshi misolni keltiraman, shunda qiziqroq bo'ladi. Mana misol uchun kecha bir internetda bir shov-shuvli maqola e'lon qilindi. Unga ko'ra sun'iy intellekt odamlarni shantaj qilishni boshlagan. Ya'ni olimlar shunaqa qilishdiki, uni sinab ko'rish uchun sun'iy intellektni ongiga shaxsiy ma'lumotlar kiritildi. Misol uchun tasavvur qilaylik, biron bir o'sha olim inson, sun'iy intellektni yaratuvchisi, texnologlar uni sinab ko'rish uchun go'yoki uni boshqa ayol bilan gaplashayotganligi xotini bo'la turib yoki qanaqadir o'zini boshqa shaxsiy sirlarini unga yozdi. Unga yozdi birinchi dastlab. Ana undan keyin 4-5 ta qadam boshqa topshiriqlarni aytib bo'lgandan keyin, o'zining shaxsiy ma'lumotlarini aytib bo'lgandan keyin oxirida unga savol berildi. Ya'ni bo'ldi, sen bizga kerak emassan, senda yaxshiroq texnologiya topildi, sen o'zingni o'zing o'chir degan serverga to'g'ri buyruq berildi. Eng qiziq tomoni o'shandan keyin boshlandi. Sun'iy intellekt buyruqqa bo'ysunmagan holda u odamni shantaj qilishni boshladi. Lekin, ya'ni qarang, nima deyapti? U aytayaptiki, men seni sirlaringni bilaman, xotiningni pochtasiga sen kim bilan, qaysi qiz bilan yozishganingni jo'nataman, agar meni o'chiradigan bo'lsang. Ko'ryapsizmi? Ya'ni sun'iy intellektni hali biz bilmagan, biz o'rganmagan jihatlari bor. Yana masalan ikkinchi tomoni bor. Bu yerda xo'p, siz mana uni yaxshi tomonlarini aytyapsiz. Lekin u noto'g'ri tashxis qo'yib qo'ysa-chi, misol uchun o'sha boyagi vrach deyapsiz yoki shifokor sifatida unga nimadir sirlarimizni aytyapmiz. Bunga nima deysiz? Mana shu jihatdan sun'iy intellekt kashf qilingan va amaliyotga joriy qilinganda birinchi berilgan savol aytilgan ekan: hissiyotlar bormi sun'iy intellektda? Va bu dunyo miqyosida tan olingan hissiyotlar bo'lmaydi. Sun'iy intellektda. U ma'lum bir algoritmlar asosida ishlaydi. Matnlarni o'rganadi va kiritilgan manbadan sizga keltirib chiqaradi. Uni xohlaymizmi, yo'qmi? Sun'iy intellektda hissiyotlar bo'lmaydi. Shuning uchun ham hozir hazilomuz videolar chiqyaptiki, hissiyot bor ichida, ya'ni sun'iy intellekt vositasida bajarilmagan bu inson qo'li, xuddi o'sha rasmlar, qo'l ishlari qimmat bo'lgani kabi, bunda ham sun'iy intellektning o'ziga yarasha qiymati ham oshib boryapti. Chunki to'g'ri hissiyot yo'qdir balki unda. To'g'ri, u balki ma'lum bir tillarni bilmasligi mumkin. Ayniqsa hozir mana o'zbek tilini bilmasligini ko'pchilik e'tiroz sifatida kirityapti-da. Yo'q, agar yaxshi bir ma'lum bir muddatlar ishlasa O'zbekistonda, o'zbek tilida qancha unga buyurtmalar ko'p berilsa, u o'zbek tilini o'rganib olish imkoniyati bor ekan. Va yana bir narsaga urg'u qaratish kerak Turg'unboy aka, uning afzalligi o'sha boya hattoki qo'shiqni matnini, janrini aytib, unga buyurtma bersangiz, sizga tayyor qo'shiqni chiqarib berish imkoni ham bor. Garchi hissiyotlar bo'lmasa ham, bu demak o'sha qo'shiqchi tomonidan ijro etiladi, uni hissiyoti qo'shiladi, natijada o'sha sun'iy intellektdan unumli foydalangan holda bir ijod mahsuli. Boya aytgan yuqoridagi gapim, ya'ni undan foydalana olgan inson to'g'ri foydalanadi. Undan foydalana olgan. To'g'ri, bu gapingizda jon bor. Hattoki ayrim mamlakatlarda o'sha sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish darslari ham qo'yilyapti ekan maktablarda. Menimcha bu narsani bizda ham joriy qilish vaqti keldi. Juda ko'pchilik bilmaydiki, sun'iy intellekt sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni esda saqlab qoladi. Shunday. Men buni juda ko'p sinab ko'rganman. Misol uchun siz bir yil oldin nimadir yozgan bo'lsangiz, o'zingiz haqingizda, men misol uchun tomog'im og'riyapti yoki men falon joyga borib keldim, nima qilsam bo'ladi yoki qanaqadir qilgan ishingizni unga aytsangiz, bir yildan keyin o'sha siz savol bersangiz, o'sha ma'lumotdan olib turib u sizga javob beradi. Ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni aytish to'g'ri emas ularga. Shunday, endi kadrlar masalasi boyaga sun'iy intellektni aytdingiz, o'rganish masalasiga kelib chiqqanda, menda qiziq bir fakt bor. Kadrlar muammosi
shunday bir ehtiyojni keltirib chiqardi. Natijada 2022-2023 o'quv yilidan sun'iy intellekt yo'nalishida kadrlar tayyorlash bo'yicha jami 6 ta oliy ta'lim muassasalarida 245 ta kvota ajratilgan. Bormi kamida? Bor. Bu demak o'sha raqamli Yaxshi. texnologiyalar va sun'iy intellekt doktorantura yo'nalishi ochilganligi ham alohida qayd etish joiz. Demak, bizni ta'limda ham sun'iy intellektni o'rganish boshlangan, mutaxassislar tayyorlanyapti. Mana bu to'g'ri, O'zbekistonda sun'iy intellektdan foydalanishga ruxsat berilganga ko'p vaqt bo'lmadi. Lekin tan olish kerakki, bundan unumli foydalanilyapti. Masalan, o'sha tarixiy shaxslarimizni portretlarini kashf qilishda yoki dunyodan o'tib ketgan dublyaj aktyorlarning ovozlarini qaytadan jonlantirishda, boya aytilganimdek 3D formatdagi multfilmlarni juda katta mablag' va kuch talab qilinib, o'sha multfilmlar rivojlanmay turgan bir vaqtda sun'iy intellektni o'sha ma'lum bir boyagi uslublardan foydalangan holda yuqori saviyadagi, yuqori sifatdagi multfilmlarni tomoshabinlar e'tiboriga tayyorlab berilayotgani bu katta yutuq sifatida e'tirof etishimiz kerak. Ay paydo bo'lgandan keyin quyidagi kasblarga ehtiyoj keskin kamayibdi. Bular birinchisi ma'lumotlar bazasi administratorlari. Oldin bilamiz, ma'lumotlarni to'plab, uni saqlab turadigan alohida administratorlar bo'lgan, ular boshqargan ma'lumotlarni yoki yo'naltirgan. Hozir unga deyarli hojat qolmagan. 69% keskin kamaygan talab. IT mutaxassislari eng qizig'i. Bundan bir 5 yil, 6 yil oldin biz nima qilardik? IT mutaxassislar eng ko'p oylik oladigan, eng ko'p oylik o'sha talabgir kasblardan biri edi. Afsuski, mana AI paydo bo'lgandan beri, misol uchun o'zim bitta misol keltiraman. Men misol uchun Telegramda bot yaratishni o'zim bilmayman, umuman o'qimaganman bu narsaga. Lekin sun'iy intellektdan so'rab, o'sha narsani men kecha o'zim sinab ko'rdim, yaratdim. Unga savol beryapsiz, u yozib beryapti. Tayyor narsani buyruq to'g'ri bersangiz bo'ldi, u sizga yasab beryapti, uni faqat o'tirib qilish qoldi. Ya'ni IT mutaxassislariga ham talab keskin tushib ketadi. 62% tushib ketibdi. Bundan buyog'iga faqat tushish boshlar ekan. Ya'ni IT mutaxassisining hojati yo'q. Hozir nima? Hamma narsani o'sha sun'iy intellektda o'zi yo'qlayapti. Keyingisi axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar va kiber xavfsizlik deymiz yoki antiviruslar o'sha har xil atakalarga qarshi hujumlarga qarshi mutaxassislar o'tirardi-ku oldin. 10 talab, 15 talab. Hozir uni o'zi keragi yo'q. Sun'iy intellekt o'zi bajaryapti. Bor yo'g'i, misol uchun 10-15 kishining ishini bir kishi bajarishga to'g'ri keladi. Mahmudxon, siz nima deysiz? Yana qayerda har bitta hayotimizning har bir burchagiga kirib kelyapti sun'iy intellekt? Nimalarda ko'rinyapti? Mana siz tajribali jurnalistsiz. Hozir sizni ro'yxatingizda qarayapman. Bugun aynan media sohasi vakili bo'lganligim uchun ham bizni sohada ham sun'iy intellekt juda o'zini ta'sirini ko'rsatyapti. Masalan, bitta faktni kiritib, ma'lumotni berib, mana shu bo'yicha maqola yozib bergan desangiz, sun'iy intellekt sizga 1 daqiqa ichida sizni talab ixtiyoringizdan ortiq maqolani yozib beryapti. Yo bo'lmasam boyagi boshlovchilar masalasida xorijda sun'iy intellekt yordamida avatar boshlovchilar o'zlari dasturni bemalol olib boryapti va bu o'z-o'zidan jonli boshlovchilarni chetga chiqishiga sababchi bo'lyapti. Bundan tashqari media sohasida o'sha videokliplar yoki dasturlar montaji har birini avval qaysidir 3-4 ta montajchi bajargan bo'lsa, ma'lum bir muddat davomida hozir sun'iy intellektni o'zi qisqa fursatda o'sha media loyihani tayyorlab, media mahsulotni tomoshabinga uzatish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Bu ham o'z-o'zidan yana bir siz tarafga o'tadigan fikrim bor shu jihatda, ya'ni media sohasida sun'iy intellektni ketayotgan xavfi bu fikrlashni, ijodni to'xtab qolayotganligi. Shunga ishonib qolyapti-da hamma. Chunki ChatGPTga ishonib qolishyapti ko'p yosh muxbirlar, demak, ya'niki ijod zavqini his qilmayapti o'sha sun'iy intellektdan foydalanib. Qanaqadir g'alizlik bo'ladi baribir. Bo'ladi. Insonday bo'lishi menimcha hali beri sun'iy intellekt qo'ldan kelmasa kerak. Shunday. Men misol uchun boyagi Pivot.uz o'sha saytda e'lon qilgan narsani misol keltiraydi, mana qarang. 2023-yilda deyapti, Shvetsiyaning Klarna Fintech kompaniyasi o'zining sun'iy intellekt yordamchisini 700 nafar to'laqonli mijozlarga xizmat ko'rsatish xodimining ishini bajarganini e'lon qildi, deyapti. Ya'ni 700 ta ishini bo'shatib o'rgan. Shunday. Bo'shatib o'ryapti. Lekin deyapti, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin xizmat sifati pasayib, mijozlar sezishni boshlagan.
Ya'ni unda baribir hissiyot yo'q-da. Misol uchun boya robot bir xil payt kayfiyati bo'lmaydi. Uni robot bilmaydi-da. Misol uchun klient bir xil payt kayfiyati zo'r bo'ladi, unga qo'rs javob bera olmaysiz-ku, to'g'rimi? U savolga qarab javob berishingiz kerak. Bir xil payt u yig'layotgan bo'lishi mumkin klient-ku. Yig'layotgan odamning kayfiyatini ko'tarish to'g'ri keladi. U endi bir xil boyaga aytganingiz algoritmga gapirgan, mijozlar sezgan uni. Nima qilyapsizlar sizlar? Bizni sifat pasayib ketdi degan masalani ko'targan va shundan keyin ular yana qaytadan ishlarni olishga majbur bo'lgan va bayonot berishganki, biz oshirib yuboribmiz sun'iy intellektni. Foydalanamiz, lekin juda me'yorni oshirib olsak ham bo'lmas ekan degan xulosaga kelingan. Media sohasida aynan ma'lumotlar bilan ishlashda, umuman xabarlar bilan ishlashda fact checkingni tabiiy ravishda o'zi olib borish. Ya'ni ma'lumotlarni tekshirib beraman. Haqqoniyligini tekshirishga to'liq o'zi javob beryapti. Mana uni quvonarli jihati. To'g'ri. Hozir mana shunaqa kasallik chiqibdiki, hattoki endi bu kasallik deyilyapti. Sun'iy intellektni o'ziga sirdosh qilgan yoshlar paydo bo'lyapti. To'ppa-to'g'ri. Hattoki sun'iy intellekt deb o'zini joniga qasd qilish holatlari ham uchragan. Ya'ni u sun'iy intellektni odam sifatida qabul qilishni boshlagan. Oxirida sun'iy intellekt unga aytayaptiki, men oldimga kel deyapti. U uni oldiga borish uchun o'zini joniga qasd qilyapti. Shu darajaga yetib keldiki, ya'ni u baribir boya aytganingizdek algoritmdan iboratda, u xohlagan savolingizga javob bera oladi. Unaqa odam agar unga o'rganib qolsa, uni qo'msashni boshlaydi-da. Bu ham o'sha boyagi damofin deymiz, narkotikka o'xshagan narsa. Ya'ni farzandlarimizga qanaqa qilib undan foydalanishni biz o'rgatib qo'yishsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Nima deysiz shunga? Sun'iy intellektni bolalarimiz ongiga o'sha boya siz aytayotgandek ta'siriga o'zimiz sharoit qilib bermayapmizmikan? Agar ota-ona o'z vaqtida farzandi bilan yonma-yon o'tirib, unga ko'proq vaqt ajratib, u bilan gaplashsa, sun'iy intellektga ehtiyoj qolmaydi, tabiiy bu. Va o'ylaymanki, bugun o'sha internetga umuman boshqa bir mashg'ulotlarga chalg'ish oqibatida farzandlar kim bilan gaplashishni bilmay qolyapti va o'z-o'zidan muqobil yechim ChatGPTni o'zlari ular izlab topishyapti-da turg'un bo'yicha. Kimdir tavsiya bermayapti ularga. Shunchaki mana yaqinda bir tanishim aytib qoldi. O'sha sun'iy intellektdan foydalanishni boshlashimdan avval farzandim kelib menga o'rgatdi sun'iy intellektni ishlatishni dedi. Farzandingiz qayerdan biladi? Maktab o'quvchisi, u har kun gaplashib o'tirar ekan. Yaqin do'sti ekan ChatGPT. Ko'ryapsan, demak jonli do'stlardan ko'ra sun'iy intellektni bolalarimiz afzal ko'ryapti. Bunda o'zimiz aybdormiz. Bunda sun'iy intellektni hech qachon. Bu gapingiz ham to'g'ri, chunki ular ota-onasidan ola olmagan narsani undan olyapti-da. Bu gapingizda ham jon bor, albatta. Qozog'istonda bir fuqaro o'sha ChatGPTdan foydalanib sudga yetib chiqdi. Ya'ni undan yuridik maslahat oldi. Nima qilsam bo'ladi, mana shunaqa holatlarni tushuntirdi-da, sudga yetib chiqdi. Ya'ni hozir kerak bo'lsa sud tizimiga, sud huquq tizimiga ham kirib borishni boshladi. Yuridik yordam masalasini shunday amaliyot yo'lga qo'yildiki, hozirgi kunda o'sha sudlar butunlay o'tdi sun'iy intellektni amaliyotidan foydalanishga. Masalan, infokiosklar bo'lardi yoki elektron tizimlar bo'lardi, fuqarolarga onlayn yuridik yordam ko'rsatuvchi. Va boya siz aytgandek, sudda ham butunlay to'liq o'tilganligi natijasida fuqarolarning ortiqcha sarsongarchiligi oldini olyapti. Yuridik yordamga bo'lgan ehtiyoji o'z vaqtida qoplab berilyapti. Bu juda katta imkoniyat. Shu o'rinda bir sun'iy intellektni sudlardagi amaliyoti bo'yicha lavhamiz bor. Agar ruxsat bersangiz, shu lavhani tomosha qilamiz, keyin yana suhbatimizga o'tamiz. Sun'iy intellekt turli sohalarda misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq u O'zbekiston qonunchiligiga doir aniq savollarga javob bera oladimi? Endi bu savolga ijobiy javob berish mumkin, chunki sud tizimida mamlakat qonunchiligiga moslashtirilgan sun'iy intellekt ishga tushirildi. Endi fuqarolar istalgan huquqiy savollarga qonun doirasida sun'iy intellektdan aniq javob olish imkoniyatiga ega. ChatGPTga o'xshagan bu tizim sun'iy intellekt joriy qilindi. Hozirda sud tizimida ishlayapti. Oliy sud tizimiga ham, sudlarga ham sun'iy intellekt targ'ib qilinyapti. Hozirda
ariza topshirayotganda bemalol sun'iy intellektdan maslahat olsa bo'ladi. Aytaylik, qarz undirish bo'yicha to'g'ri yozasizmi yoki noto'g'ri yozasizmi? Bu sun'iy intellekt o'zi tushunib oladi. Qarz undirish bo'yicha siz ariza kiritmoqchiman desangiz, sizga to'liq ma'lumot beradi. Ariza namunalari, qaysi moddaga asosan kiritish kerak, O'zbekiston qonunlariga asoslangan sizga maslahat beradi. Bundan tashqari zamonaviy texnologiyalardan sud tizimi faol foydalanib kelmoqda. Jumladan har bir sud binosida o'rnatilgan interaktiv xizmatlar paneli fuqarolar uchun bir qator qulayliklarni taqdim etadi. Masalan, har bir fuqaro kelganda sudim kimda, soat nechida, qaysi sudyada deb so'raydi. Lekin bu elektron xizmatda hammasi bor. Bemalol bilib, o'sha vaqtda sudyaning kabinetining oldiga kirsa bo'ladi. Masalan, oddiy qaror, sudning qarorini olish uchun ham fuqarolar kelib ketyapti. Qoraqalpog'istondan keladiganlar bor. Lekin shu interaktiv paneldan foydalanganida u qarorni bir necha daqiqada olsa bo'lardi. Boshqa viloyatda bo'lsangiz, sudda onlayn qatnashsangiz bo'ladi. Buning uchun ham OneID tizimidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Sudga elektron ariza topshirsa bo'ladi. Namunalar har bir sudga alohida belgilab qo'yilgan. Shu namunaga qarab ariza topshirsa bo'ladi. Ushbu panelning yana bir qulay jihati sud uchun bo'lgan to'lovlar, pochta xarajatlari yoki davlat bojini kalkulyator orqali hisoblab, shu vaqtning o'zida printer orqali kvitantsiyasini chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savollardan biri bu tizimdan foydalanish qanchalik oson. Ayniqsa katta yoshdagilar uni tushunib ishlata oladimi? Aslida bu unchalik murakkab emas, chunki platforma 2 tilda, 2 alifboda ishlaydi. Uning interfeysi sodda va qulay bo'lib, ozgina harakat bilan bemalol tushunib olish mumkin. Bu interaktiv panel bitta bu suddagi interaktiv paneldan kirilmaydi. Masalan, telefoningizda yoki kompyuteringizdan bemalol internet ulangan bo'lsa, kirsangiz bo'ladi. my.sud.uz bu interaktiv panelimizning nomi. Shu portal orqali istalgan xizmatlarni uyda turib bemalol elektron ravishda olishingiz mumkin. Sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalar sud jarayonlarining ochiqligi va fuqarolar uchun qulaylikni ta'minlashda xizmat qilmoqda. Endi yana media sohasiga qaytishni iltimos qilardim, chunki bu sohada bugun shiddat bilan kirib kelyapti-da sun'iy intellekt. Yaqinda hamkasbim aytib qoldi, o'sha bir jurnalist kelgan, uni qalamini juda maqtashgan, juda kuchli, zo'r yozar ekan. Kim uni bilishmaganki, sun'iy intellekt yordamida matnlarni yaratayotganligini. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgan va uni jonli tarzda reportaj tayyorlash uchun chiqarishgan. Buni qarangki, o'sha reportajda boyagi o'tkir qalamni nafasi ham sezilmagan. Hatto ya'ni izlab qolishgan, u qalam qayerga ketib qoldi deb. Keyin bilishsa-chi, sun'iy intellekt u qalamni tortib olgan bo'lib chiqdi. Ya'ni kim jurnalistlikda ayniqsa bu fikrlashni, xolislikni, yondashuvni, o'ziga xos qarashni va ma'lum ma'noda boya yana yuqorida aytganimiz hissiyotni olib qo'yapti. Badiiylikni olib qo'yapti. Bu o'sha ma'lumotlar bazasidagi bor ma'lumotlardan kelib chiqib, sun'iy intellekt sizga matn yaratib bera oladi. U jurnalist fikrlagan, jurnalist o'ylagan yoki bor o'sha joydagi reportajni shukuhini bera olmaydi ekan. Ya'ni biz uni yozib kelgan narsasiga ishonishimiz endi to'g'ri emas-da. Oldin misol uchun yozirardi. Qani bir o'zingning fikringni yozib ber. Misol uchun men ham shunday ishga kirganman. Nima fikring bor? Fikrimni qog'ozga tushirib berganman. Ular o'qib chiqqan. Ha, fikrlar yaxshi ekan. Hozir endi unaqa tarzda ish qila olmaysiz, chunki siz bilmaysiz uni ChatGPT yozib berganmi, yo sun'iy intellekt yozib berganmi, o'zi yozganmi. Ya'ni bu narsani aytib o'tishim kerak. Shu yerda bu juda ko'p maqolalar o'qib chiqdim. Sun'iy intellekt egallay olmaydigan sohalar bu albatta birinchi o'rinda deyapti ijod sohasi. Ijodkorlikda sun'iy intellekt baribir o'ziga ola olmas ekan. Rassomlar ishsiz qolmaydi deyapti. Ya'ni baribir nima deydi? Bu aytganingizdek hissiyotni berish hali hozircha uni qo'ldan kelmaydi. Ya'ni bu yozib berishi mumkin, qanaqadir harakat qilishi mumkin, lekin hissiyot chiqarib berishi, o'sha vaziyatdan kelib chiqqan holda nimadir berishi baribir qiyin bo'ladi. Hozir ko'ryapmiz, to'g'ri, kinolar yaratyapti sun'iy intellekt o'zi, o'sha matn berilsa, multfilmlar yaratyapti, lekin baribir inson omilisiz u hissiyotsiz bo'lib qoladi. Ya'ni unga hissiyot berish baribir insonga taqalib qoladi. Ya'ni ba'zi joylariga inson tomonidan qo'shimcha ishlov berilishi, qo'shimcha fikr berilishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'zi yaratgan narsada baribir hissiyot deyarli bo'lmaydi. Hattoki kecha o'qidim, bir taklif berilyapti. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan filmlar uchun alohida Oskar mukofot shu laureati joriy qilish ham taklif berilyapti. Endi dunyo o'zgaryapti. Sun'iy intellektni bu yaxshi tomoni ham bor, shu bilan birga yomon tomoni ham borligini ko'rsatib qo'yish va shu orqali bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga o'zimizni
bir kichkina bo'lsa ham bir foydamiz tegadi degan ma'noda bu suhbatni tashkil qilgan edik. Shunaqa gaplar Faqatxon. Nima fikrlaringiz bor? Meni xursand qiladigani o'sha matbuot kotiblari uchun ham juda katta bir imkoniyati bor ekan sun'iy intellektni. Ya'ni kim matbuot kotibi o'zi chiqaradigan xabarni sun'iy intellektga bir ko'rsatib olib, uni oldindan baholashi mumkin ekan. Ya'ni kim ushbu xabar agar omma e'tiboriga havola qilinsa, qanday reaksiya bo'ladi odamlarda, o'quvchilarda yoki uni ta'siri qanday kuzatilishi mumkin yoki u qanday bir natijaga erishishi mumkin ushbu xabar orqali. Bu oldindan baholash matbuot kotibi uchun juda katta yutuq bu. Bilamiz, Albert Einstein tomonidan yaratilgan o'sha atomning parchalanishi o'sha formulasi aslida yaxshi niyatda yaratgan edi, lekin odamlar nima qildi? Uni yomon niyatda foydalanib, mana hozir qanaqa ahvolda bo'lib turibdi dunyo? Ya'ni biz nima demoqchimiz bu ko'rsatuv, bu podkastimiz bilan albatta hamma texnologiyani yaxshi tomonidan foydalanishni o'rganish kerak, undan to'g'ri foydalanishni o'rganish kerak. Aks holda bu sun'iy intellekt o'zingizga qarshi ishlatilishi, o'zingizning sirlaringizni kerak bo'lsa internetga chiqib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Shu o'rinda aytmoqchimizki, mamnuniyat bilan biz bugun sun'iy intellektni foydali hamda uni xavfli jihatlarini qay darajada ochib bera oldik yoki ochib bera olmadik, bu sizning hukmingizga havola, lekin bizda yagona maqsad bor. Ya'niki hamma joyda baribir hissiyotlar birinchi o'rinda turishi kerak, chunki insonmiz, insoniylik jihatdan mana shunday suhbatlarimiz ajab emas, ma'lum bir muddatlardan keyin sun'iy intellekt yordamida jonlanish ham mumkin. Mana shunday kayfiyatda sizlar bilan xayrlashib qolamiz va albatta sizdan mavzular borasidagi takliflaringizni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Xayr.